Tasarg'onda Akfa narxlari necha pul? Alta Plus'imiz antrasit svit kvadrat metr 850 ming so'mdan. Yana ham kelishtiramiz, xudo xolasa, ob'yom kattaroq bo'lsa, razmerlarga qarab kelishtirib sifatli qilib berasiz. Antrasit svit eshiklarimiz hali zamoklar qo'yilgan, endi qo'yiladi. Kvadrat metr 1 million 200 ming, 1 million 250 ming shu atrofida bo'ladi. Antrasit svit 7000 seriya. 7000 seriya. Narxi 1 million 200 ming so'mdan boshlanadi. Niabishni hozir yangi chiqqan zamok. Bu yangi chiqqan, ha? Yangi, Niabishni bu. Yangi chiqqani, idealni bo'lib chiqqan. Sifatiga SPS kafolat beramiz. Petlilarni 4 tadan qo'yib beramiz. Buni narxi qancha bo'lyapti? Buni narxi kvadrat metri 800 ming, 850 ming. Oq eshiklarimiz kvadrat metri 700 ming so'mdan. Alubis materialdan foydalanamiz. Profil. Endi hozir biz sizlar bilan tanishtirib o'tamiz. Yangi fason, bu arkalik, bu ham Akfa plastik 7000 seriya antrasit. Buni ham kvadrati 1 million 200 ming so'mdan boshlanadi. Sifatiga SPS kafolat beramiz. Kattaroq obyektlar bo'lsa, kelishtirilgan holda yasab beramiz. O'rtoqlar, ana endi bitta adres lokatsiya qoldi. Samarqand, Juma, bu taraf Dehqon bozori, bu taraf Stenkaingizlar. Stenkaning yo'li, ko'pchilik bo'ladi bu yo'lda. O'sha tarafda, demak, bozor tarafdan kelishda birinchi do'kon Nurbek akam o'zlari kutib oladilar. Nurbek akam nomerini shunday pastga qo'yib qo'yaman. Qolgan ma'lumotni to'liq yana ham o'zlaridan gaplashib, savdolashib ko'raverasizlar. Bu videoni shu yil stroyka qilaman, uyimni, romlarni almashtiraman degan do'stlarga yuborib qo'yamiz. Kattakon rahmat, aktiv bo'lamiz.